Buyuk Misr hukmdori Akhenatonga alangali salomlar bo'lsin. Xo'sh. Nima bo'ldi? Qanday shamol uchirdi sizlarni? Majbur bo'lmaganimda qimmatli vaqtingizni olmagan bo'lar edim. Eshitaman. Kelishingizga kim majbur qildi? Nima bo'ldi? Ibodatxona nomidan Yuzarsif hazratlaridan shikoyat qilgani keldim. Hukmdorim, uning bug'doy evaziga Amon ibodatxonasidan pul olishga haqqi bormi? Shuni ayting bizga. Albatta haqqim bor. Bu bug'doy aholining shuncha yil mehnat qilib topgan peshona teri sanaladi. Buni nega Amon ibodatxonasiga tekinga berish? Ha, bug'doy xalqniki. Bunga qo'shilamiz. Ammo Amon ham xalqqa oiddir. Kohinlar xalqning dinini himoya qilishga mas'uldir. Agar Amonni xayrli duolari bo'lmaganida edi, siz umuman bunchalik ko'p hosil ololmagan bo'lar edingiz. Lekin qo'limizdagi ma'lumotlarga ko'ra, sizlar xalqning o'rib olgan bug'doyini Yuzarsif hazratlariga topshirmaslik uchun turli hiylalarni ishga solib, oyog'idan chalgandingiz. Shunday emas? Bular asossiz tuhmatlar. Sizga noto'g'ri ma'lumot berilibdi. O'rni kelganida buni biz isbotlaymiz. Meni birgina savolim bor. Modomiki xalqning xizmatkori bo'lgan biz kohinlarga ham bug'doyni sotayotgan ekansiz, unda nega 3 barobar narx qo'yyapsiz? Chunki sizning pulingiz bor, boylik egasisiz. Tangri Amonning oltin va kumush bilan to'la sandiqlarni ochish vaqti kelmadimikin mabodo? Xudolarning ulkan xazinasini qachondir ishlatish kerak emasmi? Aybga buyurmang, lekin ibodatxonani xazinasini egallash uchun bir qancha reja tuzganga o'xshaysizlar. Sizni bug'doy olishga kimdir majbur qilyaptimi? Yo'q, Yuzarsif hazratlari. Shunchaki 3 barobar narxga bug'doy olishga majbur emasligimizni aytmoqchiman. Zero boshqalarga qaraganda juda arzonga bug'doy sotib olishimiz mumkin. Fikringizga qo'shilaman, bosh rohib Ankmahu. Xohlagan joyingizdan bug'doy sotib olishingiz mumkin. Hatto boshqa mamlakatlardan bo'lsa ham olib kelishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu tutgan yo'lingiz mamlakatni ichida o'zaro nizo keltirib chiqarmaydi. Hukmdorim, bu yo'l ichki nizolarga sabab bo'ladi. Ular bug'doy olib kelib, Amonga qarshi g'alaba qozonishingizga to'sqinlik qilishadi. Xavotirlanmang. Menda kohinlar ham bilmaydigan ma'lumotlar bor. Yaqin kunlarda faqat bizdan bug'doy sotib olishga majbur bo'lishadi. Yuzarsif hazratlariga ishonganim uchun rohiblarni boshqa mamlakatga borishiga to'sqinlik qilmayman. Umid qilamanki, Yuzarsif hazratlarining aytgani to'g'ri chiqadi. Ishonch hosil qilishingiz uchun nima bo'lganini tushuntiray. Afsuski, qo'shni mamlakatlar ham ocharchilik bilan kurashyapti. Ankmahu va kohinlari hech qaysi mamlakatdan bug'doy ola olmaydilar. Ishonchingiz komilmi? Juda yaxshi xabar-ku, buni bilmasdim. Kohinlarning rejasini puchga chiqarish uchun bu yaxshi, biroq o'sha mamlakatdagi oddiy odamlarga jabr bo'lyapti. Biz ocharchilik bo'lishini oldindan bildik. Ular esa bilmagandi. Shunga ko'p mashaqqat tortishadi. Kanon xalqi ocharchilikni qanday yengib o'tarkin? Xudoyim, o'zing ularga rahim qil. Yahuzo, qara.
Bu 10 boshoqni bergan bug'doy. Bu bug'doyni yanchib bo'lmaydi. Benyamin. Borib otamizga ayt. Hamma bug'doy shu ahvolda. Yanchaylikmi yoki boshqa yo'li bormikan? Ha, so'rab kel. Ha, so'rab ko'raman. Hozir kelaman. Bizlar Ibrohim bobomizning dinidamiz. Kitobimiz shu sahifalardan iborat. Bobojon, Hazrat Ibrohim kim bo'lgan? U mening katta bobom edi. U ham payg'ambarlardan biri edi. Kanonga kelgan birinchi inson edi. Bobojon, unda Kanonda yashagan dastlabki insonlar biz bo'lamizmi? Yoki bizdan oldin ham yashaganlar bo'lganmi? Bobojon? Yo'q, bolam. Bizdan oldin bu yerda Kanon bor edi. Bu yerda ham odamlar yashagan. Bobojon, nega bizni Bani Isroil deyishadi? Kanonning asl sohiblari sizlarni Bani Isroil deyishadi. Chunki siz mening o'g'illarim va nabiralarimsiz. Mening yana bir ismim Isroildir. Shunday ekan, siz va otalaringiz Isroil o'g'illari bo'lasiz. Assalomu alaykum, yaratganning payg'ambari. Nima bo'ldi, Benyamin? Otajon, bu yilgi bug'doy shunday. Uni yanchaylikmi yo mollarga beraylikmi? Qanchalik kam hosil bo'lib, mehnati ko'p bo'lsa ham boshqa ilojimiz yo'q. Oldimizda juda qiyin yillar, ocharchilik kutib turibdi. Bug'doylarni yanching. Qo'lingizdan kelganicha g'amlab qo'ying. Uni ehtiyotkorlik bilan sarflang. Aks holda ocharchilikda ko'plar nobud bo'ladi. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Boshoqda bitta ham bug'doy qoldirmaymiz. Biz uchun bug'doy bo'lmasa ham mollarimiz uchun somon bor. Yanching, yanching. Shuni ham boriga shukr. Xo'p bo'ladi, otajon. O'ttiz yildan buyon xayr va baraka o'g'illarimdan yuz o'girgan. Ukasi Yusuf yo'qolgandan buyon qanchalik harakat qilishmasin, doim bir burda nonga muhtoj bo'lib yashayaptilar. Xo'sh, bolalar, qayerga kelgandik? Bug'doymi? Misrda 100 artifdan boshqa hech kimda bug'doy yo'q. Hamma bug'doyni boshog'i bilan omborga g'amlab qo'ygan u. Buni yaxshi bilamiz. Misrdan tashqarini nazarda tutyapmiz. Qo'shni mamlakatlardacha. Yon atrofimizdagi shaharlarning ahvolini yaxshi bilaman. Ularda ocharchilik hukm suryapti. Boshqa mamlakatlarni surishtirishingizni tavsiya qilaman. Balki o'sha yerlardan topishingiz mumkin. To'xtang. Shaharga nima maqsadda keldingiz? O'lkamizda ocharchilik hukm surmoqda. Misrda g'amlangan bug'doy bor deyishdi. Imkoni bo'lsa, bizga ham bersangiz. Siz harbiylardan bo'lsangiz kerak. Ha, xuddi shunday. Ruxsat olib kelgunimizcha shu yerda kuting. Qaytgunimcha ularga ko'z quloq bo'lib turing.
Hazratim, shu kungacha poytaxtda 400 nafar qulning sarf xarajatidan qutulish uchun boylar ularni ozod qilibdi. Bu qullar muhtoj sanaladi. Ularga birinchilardan bo'lib tekin bug'doy bering. Nega ularga tekinga beryapsiz? Nega ulardan foydalanmayapsiz? Bug'doyni tarqatish, omborlarni qo'riqlash uchun ko'plab yigitlarga muhtojligimiz bor bizni. Ishlagani evaziga ularga bug'doy bersak, nima deysiz? Ofarin, Asenat. Juda ajoyib taklif. Menga senday aqlli qizni tavsiya qilganlari uchun Akhenaton va Nefertitiga minnatdorlik bildirishim lozim. Muammoning yechimi topildi. Askarlarga muhtoj bo'lmay, omborlarni bemalol qo'riqlay olamiz. Assalomu alaykum, Yuzarsif hazratlari. Va alaykum assalom. Hojam, men shaharni shimoldagi darvozasida soqchilik qilaman. Qo'shni mamlakatdanligini aytayotgan odamlar bug'doy sotib olish uchun kelishgan ekan. Yordam berishimizni iltimos qilishyapti. Chindan ham ocharchilikdan qiynalganini surishtiring. Boshqa mamlakatdan kelganlarga bug'doy bermang. Ocharchilikdan qiynalayotgan o'lkalarni oldindan belgilab qo'yganmiz. Ziyon ko'rmaslik uchun har kimga bir oylik, ya'ni 10 kilodan ortiq bug'doy bermang. Narxini ham to'kin sochinlik paytidan oshirmang. Ularning ismi, qayerdan kelganini ham yozib qo'ying. Keyingi safar ortiqcha bug'doy olishmasin. Yuklarni ham yaxshilab tekshiring. Qurol bo'lsa, ularni olib qo'ying. Bu yerda ocharchilik bilan kurashayotgan mamlakatlarning nomi qayd qilingan. O'zingiz nimadir qilmasangiz bo'lmaydi, qirolicham. Bular ibodatxonani yo'q qilishga qasam ichishganmish. Bug'doy berishni ham istamayaptilar, xonim. Qo'limdan nima ham kelardi? Anchadan buyon saroyga kirishga ruxsat berishmayapti. Yonimda gaplashishmaydi. Meni ibodatxonani odami deb xavfsirashyapti. Ibodatxonaga kerakli bug'doyni ololsak edi. Keyingi yilda hosilni g'amlab, ehtiyotimizni ko'rib qo'ygan bo'lardik. 5 yilgacha yomg'ir yog'masligini aslo unutmang. Negaligini bilmayman. Ammo Yuzarsifni hamma aytganlari amalga oshyapti. Qirolicham, sizga har doim ishonganmiz. Akhenatonning saroyiday bizlar... Amenhotep, eshitdingmi? O'g'limni ismi Amenhotepdir. Uni doim shu ism bilan chaqiraman. O'sha bo'lmag'ur ismini aslo tilimga olmayman. Xo'p bo'ladi. Amenhotep. Hukmdorning saroyida doim bizni qo'llab-quvvatladingiz. Ammo uning xizmatkorlarini unutmasligingiz kerak, qirolicham. Yana bir marta qirol aniq uzr so'rayman. Qirol Amenhotepni yoniga borsangiz, balki ibodatxona uchun bug'doy berishga rozi bo'lar. Yaxshi, qo'limdan kelganini qilaman. Xudolarning g'azabidan qo'rq. Amonning qahridan qo'rqmaysanmi? Amenhotep, agar Amon qarg'asa, sen va butun saroying kulga aylanasiz. Yuzarsif seni yo'ldan ozdirdi. Hammangizni aldayapti. Meni qo'yib yuboring. Tez kunda bu saroy qulaydi. Sen va Yuzarsif yo'q bo'lasiz. Qo'yib yuboring dedim, ahmoqlar. Amonni qahrini keltirma. Qirolicha Ti juda darg'azab ko'rinadilar. Ibodatxona qohillardan yomon xabarlarni eshitganga o'xshaydi. Shunday. Bu ham qohillarning muvaffaqiyatsizligidir. Bu harakatlari bilan bug'doy topa olmaganliklarini bildirib qo'yishdi. Qachon sizga nisbatan yuragimda shubha uyg'onsa, siz va yagona Parvardigorning qudratiga shohid bo'laman. Ichimdagi shubhaning o'rnini iymon egallaydi.
Buyuk Xudo sizga amr yo'llashiga endi aslo shubha qilmayman. Shu kungacha necha martalab Amon yaratganning qarshisida hech qanday kuchga ega emasligini guvohi bo'ldik. Shubhasiz, Ankmahuning yengilib bizdan bug'doy sotib olishi ibodatxonaning yo'q qilinishini tezlashtiradi. Yagona Xudoning e'tiqodini Misrning rasmiy dini sifatida e'lon qilish, butparastlik va shirkni yo'q qilish ulkan orzuyim. Bunga ham juda oz qoldi, hukmdorim. Ishonavering. Faqat Amon ibodatxonasidagi oltinlarning yana ozgina kamayishi va odamlarning soxta xudolarga bo'lgan e'tiqodi so'nib borishini kutishimiz kerak. Chindan ham 1000 yillab hukm surgan bu e'tiqod va soxta xudolar yo'q qilinadimi? Yaratganning irodasi butparastlik va shirkning yo'q bo'lishi, tavhidning butun Misrni egallab olishi orqali tajalli bo'ladi. Xudoyimning bu va'dasi tez kunlarda sodir bo'ladi. Qirolicha Tidan xavotirdaman. Uni ibodatxona qohillari bizga qarshi gijgijlashi ham mumkin. Qirolicha Ti tahlikasi shunchalik jiddiy bo'ladigan bo'lsa, uni zindonga tashlashimiz mumkin. Yo'q, bunday qilish shart emas. Rohiblar bilan ko'rishmasligi uchun uni uy qamog'ida saqlashning o'zi kifoya. Yaxshi. Harimxopni chaqiring. Onam Qirolicha Ti bugundan boshlab uy qamog'iga olinsin. Qohillarni u bilan ko'rishishini man qilaman. Qachon xohlasa uni yonimga olib keling. Saroyga bundan keyin mening ruxsatimsiz hech kimni kiritmang. Men borib qo'shni mamlakatlarning savdogarlaridan ham so'rab ko'rdim. Hech qayerda bug'doy yo'q. Hamma joyda ocharchilik hukm surayotganini aytishdi hojam. Yonimizdagi shaharlarda ham umuman bug'doy yo'q. Borlari ham 2 yil davomida g'amlangan bug'doylarni yeb tugatishibdi. Meni yaxshilab eshitinglar. Boshqa choramiz qolmadi. Amonni minglab xizmatkorini ochlikdan o'ldira olmaymiz. Bug'doyni pulini to'lashimizga to'g'ri keladi. Lekin ibodatxona butun kuchini mana shu xazinadan oladi-ku hojam. Ibodatxona kuchini xizmatkorlari va qo'riqchilaridan oladi. Ularni och qoldira olmaymiz. Nima degan gap bu? Ammo bug'doy hozir oltindan ham qimmat. Shundaymi, hojam? Xazinamizni bir qismini bug'doy olish uchun sarflashimizga to'g'ri keladi. Borib, bir sandiq oltinni olib chiqing. Yoningizga askarlarimizni olib, ombordan bug'doy sotib oling. Bug'doy olmay, aslo quruq qayta ko'rmang. Ko'rdingizmi? Yuzarsifni qarshisida yengilganimizni qabul qilishga majbur bo'lyapmiz. Lekin qulay payt kelishi bilan Amenxotep va Yuzarsifni hayotiga nuqta qo'yaman. Ilohlar Yuzarsifga balo yuborsin. U ilohlarning la'natiga uchraydi. Bu oltinlar Amonni dabdabasi va ibodatxonani kelajagi ramzidir. Umid qilamanki, ilohlarni g'azabli olovi Yuzarsif va Akhinatonni yondirib kul qiladi. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo bug'doy. Qo'lmi deng?
10 kilo. Navbatdagisi. Qani, navbatdagisi. Bu oltinlar olovga aylanib, sizni va omboringizni yoqib kul qiladi. Aslo xavotirlanmang. Bu oltinlardan ayrilganingiz sizni yuragingizni yoqqanichalik bizni yoqmaydi. Bu oltinlar 3000 tillami? Ha. Ibodatxona uchun 1000 kilo, eshitdingizmi? Keyingisi. Boshqalarga 1000 tilladan bizdan 3000 tilladan olyapti. Shu adolatdanmi? Bu oltinlar ibodatxonaga ehson qilgan tillalarimiz. Ha. Biz oltinlarni Tangriga ehson qilardik. Ular bo'lsa o'ziga sarflayapti. Xalq ochlikdan cho'pda yozib ketdi, ammo bular borgan sari semirib ketyapti. Burnini tagidagini ham ko'rmaydi. Ha, meshqorin kohinlar davrini surishni biladi. Tezroq ishlab, mana bularni olinglar. Tezroq bo'ling. Bo'la qoling, tezlash. Tez To'kib ishla. yuborma yana. Voy, aravaga yaxshilab joylashtir. Bu arava to'lsa, keyingisini olib kelaman. Bug'doyni tashlab men darrov qaytaman. Sizlar qarab turinglar. Qani Xo'p ketdik. bo'ladi, xo'p. To'xta. To'xta, hozir ushlab olaman. Voy! Buni qara. Yiqilib tushdi. Qara, tura olmayapti. Bechora ayol. Hoy bolalar, nega keksa odamni masxara qilyapsiz? Qani ketinglar bu yerdan. Boshqa joyda o'ynanglar. Zulayho xonim, sizmisiz? Nima bo'ldi sizga? Sen kimsan? Meni tanimadingizmi, xonimim? Saroyingizdagi oq sochlardan biri edim. Meni ozod qilganingizdan keyin oila qurdim, farzandli bo'ldim. Lekin hanuz xizmatkoringizman. Oila qurganingdan juda xursand bo'ldim. Yuring, xonimim. Menikiga boramiz. Uyim juda ham yaqin. Rahmat, lekin ketishim kerak. Qayerga? Saroyga bu yo'ldan borilmaydi-ku. Haligi bittasi menga Yuzarsifni Memfisga ketishini aytgandi. Hozir Suriya darvozasi tomon ketyapman. Suv kamayganini sababini aniqlash uchun Yuzarsif Memfisga ketayotgan ekan. Uni ko'rmoqchiman. Buni kimdan eshitdingiz? Uni taniysizmi? Kimdir siz bilan hazillashgan, xonimim? Ko'chadagi yigitlardan biri aytgandi. Siz ham unga ishonib pul berdingiz, shunaqami? Menga Yuzarsif haqida xushxabar olib kelganga suyunchi berilmaydimi? Mayli-ku, lekin bu xushxabar yolg'on bo'lsa ham berasizmi? Haqiqat bo'lsa-chi, aytilgan joyda Yuzarsifni topsam-chi? Xonimim, ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi-ku. Janobi Yuzarsifni qanday ko'rmoqchisiz, hayronman. Ko'zim nuri hanuz so'nmagan. Yuzarsifni ko'rish uchun bu ko'zlarga muhtoj emasman. Iforini tuysam ham yetarli. U har doim yodimda. Uni hamisha qalbimda saqlayman. Yuzarsifni unutolmayman. Bir lahza ham yashay olmayman. Buni aksi bo'lganida allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Bechora Zulayho bir paytlar quliga oshiq bo'lgandi. Endi esa butunlay aqldan ozibdi. Yuzarsifga salomlar Yuzarsifga salomlar bo'lsin. Yashasin Yuzarsif! Yashasin Yuzarsif! Yuzarsifga salomlar bo'lsin! Yashasin Yuzarsif! Yashasin Yuzarsif! Yashasin! Yashasin! Yashasin Yuzarsif! Qanday ko'rkam Yuzarsifga qara. Nimasi? Yuzarsif! Yuzarsif janoblari! Yusuf! Yusuf!
Hojam, nima bo'ldi? Kimnidir ko'rib qoldingizmi? Kimdir meni Yusuf deya chaqirdi. Vaholanki hamma ismimni Yuzarsif deb biladi. Kimnidir qidiryapsizmi? Bir ayol meni Yusuf deb chaqirayotgandi. Juda tanish ovoz edi. Borib qarangchi, kimligini topa olarmikansiz? Izlashdan foyda yo'q. Umid bilan baqirayotgan bu odamlarning orasidan o'sha ovoz egasini topishning imkoni yo'q, hazratim. Unda ketdik. Tibatmanning qiziman. Demak, siz ham ozod qilinibsiz-da. Bir oylik bug'doyni tekinga olishingiz mumkin. 13 kilo. Navbatdagisi. Men Semini, Bilginning qiziman. Demak, sen ham ozod qilinibsan. Bir oylik bug'doyni tekinga olishing mumkin. 13 kilo. Navbatdagisi. Bu yerda 20 kilo. Xo'p, 20 kilo. Nimaga endi undan voz Chunki kecholmayapsan? uni yaxshi ko'raman. Shunaqa degan. Xo'sh, uchi. Ha, avvaliga undan qo'rqardim. Lekin hozir men ham uni juda yaxshi ko'raman. U ko'p azob tortdi. Bu yerga nimaga keldik? Menga ishon. O'zim ham bilmayman, bu yerga qaytishni istamagandim. Gapga berilib ketibmiz. O'zimiz sezmagan holda bu yerga kelib qolibmiz. Agar Zulayho xonim bizni ko'rib qolsa bormi, tag'in keldingizmi deb bizga tanbeh berardi. Balki unga ozgina bug'doy tashlab ketarmiz. Ha, beramiz. Chunki xonim aslo bug'doy olgani bormasligini bilaman. Ochlikdan o'lishidan qo'rqyapman. Yur, xabar olaylikchi. Yura qol. Zulayho xonim qayerga ketgan bo'lishi mumkin?
Bilmasam, balki saroy tashqarisiga chiqqandir. Xonimim, Zulayho xonim, xonimim. qayerdasiz? Zulayho xonim. Qayerdasiz? Xonim. Zulayho xonim. Zulayho xonim. Zulayho xonim. Xonim, Qayerdasiz? xonim. Xonim. Zulayho xonim. Zulayho xonim. Xonimim qayerga ketgan ekan? Uning qayerdaligini bilaman. Har doimgidek joyida bo'lsa kerak. Sal turib kelib qolar. Kel, bug'doydan un qilib, xamir tayyorlab qo'yamiz. Yangi yopilgan non hidi. Ichkarida kimdir bormi? Bu yerda kim bor? Bizmiz Zulayho xonim. Uyingizga Uyingizga xush xush kelibsiz. Butun saroyni izlab chiqdik, yo'q ekansiz. Keling, sizga non pishirib qo'ydik. Shu mahalda qaytishingizni bilardik. Shunga sizga non pishirib qo'yaylik dedik. Issiqqina yeb olsangiz. Gapga juda ustasizda. Lekin bu yerga qaytib keling deb kim aytdi sizlarga? Keling, Zulayho xonim. Mana shu yerga o'tira qoling. Ozgina non yeb oling. Xonimimizni och qolgandir deb o'yladik. Ozgina bug'doyni un qilib, non pishirdik. Bug'doy suvidan ham olib qo'ydik. Avvaliga sizni ko'rib ketmoqchi edik. Sizdan xavotir oldik. Ketishingiz shart emas. Inson uyini tark eta olmaydi-da. Chindan ham boradigan boshqa joyimiz yo'q edi. Bolaligimizdan buyon shu saroyda yashaymiz. Qayerga ham borardik? Bundan tashqari bu yerga o'rganib qolganmiz. Ham Zulayho xonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ketish niyatimiz bor edi, ammo qayerga ham borardik? O'zimiz ham bilmasdik. Bug'doy olib qaytayotib, o'zimizni saroyning eshigi tagida ko'rdik. Men ham sizlarga muhtojman. Yonimda qolishingizni so'rayman. Sizlardan boshqa hech kimim yo'q. Zulayho xonim, bugun qayerga bordingiz? Aytmaysizmi? Yusufni ko'rgani bordim. Yusufnimi? Ha, Yusufni. Uni ko'rdingizmi? Ha, uni ko'rdim. To'yib nazar soldim. Unga yuzarsif deganimda meni eshitmadi. Ammo Yusuf deganimda eshitdi. Keyin meni izladi. U ham sizni ko'rdimi? Yo'q.
yuzimni yashirib olgandim. Meni bu ahvolda ko'rishini istamadim. Lekin uni to'yib ko'rib olganim uchun juda baxtliman. Shu ojiz ko'zlar bilanmi? Ha. Butunlay ko'r bo'lib qolmasimdan oldin Yusufni ko'ra olganimga juda baxtiyorman. Yusufni viqor bilan turishi bor edi. Har doimgidek o'zgacha viqor bilan turardi. Hamma uni ko'rgani uchun juda xursand edi. Ba'zan nima uchun mendan boshqalar ham uni yaxshi ko'radi deya odamlardan uni qizg'onar edim. Ba'zan esa Yuzarsifni menga o'xshab hurmat qilib qadrlaganlari uchun odamlardan minnatdor edim. Omborlar tomon boramiz. Yaratgan Yuzarsif hazratlariga uzoq umr bersin. Xush kelibsiz, hojam. Agar bug'doylarni boshog'i bilan qamlashni buyurmaganingizda, hozir mollarimiz ham o'lgan bo'lardi. Bularning barchasi Yaratganning sizga bergan lutfidir. Shubhasiz, bug'doyning boshog'i bilan g'amlanishining boshqa foydalari ham bor. Altmış kilo. Navbatdagisi. Neba bu Bolotning o'g'li. 7 kishilik oilasi bor. 15 ta qo'y, 2 ta sigiri bor. 7 kishi uchun 70 kilo bug'doy. Hayvonlar uchun 20 bog' somon. Jami 90 tanga bo'ladi. Lekin pulim yo'q. Oilangda yoki qarindoshlaringda ham yo'qmi? Afsuski, ularda ham yo'q. Ammo qo'y va sigirlarim bor. Shuni bersam bo'ladimi? Farqi yo'q. Ular Misr davlatiga oid ekanligini aniqlangandan keyin egasiga bug'doy berishingiz mumkin. Keyin qo'yni o'zi boqib tursa ham bo'ladi. Oilasini sutdan ham ayirmaylik. Ya'ni bug'doy evaziga bergan qo'yimni yonimda olib qolishim mumkinmi? Shunday. Lekin shuni unutma, u hujjatlashtirilgan Misr davlatiga oid bo'ladi. Davlat istagan paytda uni sizdan olishi mumkin. Minnatdorman, Allohning payg'ambari. Katta rahmat sizga. Bundan yaxshisi bo'lmaydi. Menga bitta sigir uchun bug'doy bersangiz bo'ldi. Qaysi hujjatga imzo qo'yishim kerak? G'oyat minnatdorman. Robbim sizlarni panohida asrasin. Tangasi bo'lmasa, oltin yoki kumush oling. U ham bo'lmasa, molini olishingiz mumkin. Undan olgan molingizni hujjatlashtiring. Nima bo'lganda ham ularning mushkulini oson qilish lozim. Uy-joyini davlat nomiga o'tkazishingiz mumkin, ammo foydalanish huquqini o'zida qoldiring. Oddiy insonlarga aslo jabr qila ko'rmang. Hojam, buni unchalik tushunmadim to'g'risi. Navbatdagisi. Maqsadim adolatni keng yoyish. Tez orada buni tushunib olasiz. Qani ketdik. Bunday oldi-sotdi menga hazilga o'xshab ko'rinyapti. Mol, mulki yoki chorva mollari evaziga ularga bug'doy beramiz, lekin shunda ham unga o'zlari egalik qiladi. Sabr qilsangiz ko'rasiz. Vaqt kelib bu hazilga o'xshab ko'ringan holat o'zgartirib bo'lmaydigan darajada haqiqatga aylanadi. Shuni aytishim mumkinki, Misrni qashshoqlikdan qutqarishimiz kerak. Haddan ziyod boy bo'lib ketganlar o'z holiga qaytishi, faqirlar esa mol-mulkka ega bo'lib, turmush tarzi yaxshilanishi darkor. Sizningcha buni amalga oshirsa bo'ladimi? Xudoyim shuni ixtiyor qilsa, bu amalga oshadi.
senmiding, Amon? Bir paytlar shamlar yonib turgan xonamning bir burchagida g'urur bilan turar eding. Gunoh qilganimda senga sig'inishimni xohlarding. Men ham uyalganimdan ustingga bir yopinchiq yopib qo'ygandim. Nima bo'ldi? Qayerlarda yuribsan? Bilaman. Anchadan buyon huzuringga kelolmayapman. Bilaman, juda holdan toydim. O'zimni ham eplay olmay qoldim. Faqat seni emas, o'zimni ham unutganman. Men maqom va martaba egasi ekanligimda sen ham e'zozda eding. O'zimni unutgach, senga ham beparvo bo'lib qoldim. Yolg'on gapirib nima qildim, bilasan? Butun hayotim davomida doim seni e'zozlab keldim. Afsuski, menga yordam bermading. Hech qachon menga Amon ibodatxonasining qirolichasiga e'tibor qilmading. Huzuringda gunoh qilishdan uyalardim. Ammo sen meni uyatli hollarga tushishimdan qutqarmading. Meni aslo himoya qilmading. Nega meni bu ahvolga tashlab qo'yding? Sen Misrning buyuk xudosi Amonsan. Buyuk Tangrisan. Senga ishongandim. Lekin oxirgi paytlarda Misrliklar xudosini o'zgartirishni xohlayapti. Aslida Yusuf o'zgartirmoqchi. U o'z xudosini, yagona iloh, seni o'rningni egallashini xohlayapti. Aslida u nohaq ham emas. Shunday emasmi? Amon, ko'rdingmi? Yusuf oddiygina qul edi. Biroq xudosi uni Misrni hokimi qildi. Tangrisi Yusufni bunchalik yuqori martabaga ko'tarishi tabiiy hol emasmi? Bandasiga bunchalik marhamatli bo'lgan ilohni e'zozlash eng afzali emasmi? O'zing ayt menga, Amon. Amon o'rniga yagona ilohga sig'inish darkor emasmi? Hech bo'lmasa Yusufni Tangrisidan bandalariga marhamatli bo'lishni o'rgan. Mana Yusufni qulligi haqidagi hujjat. Haliyam meni yonimda. Ko'rdingmi? Yusufni ilohi
oddiy qulni eng past martabadan qanchalik yuqori mavqega ko'tardi. Hamma uni e'zozlaydi, lekin sen Misrni eng yuqori martabadagi xonimini eng pastki darajaga tushirib qo'yding. Yusufni xudosini la'nati senga o'xshagan ojiz ilohlarga bo'lsin. La'nat senga. Meni bu ahvolga sen solding. Sen sababchisan. Meni bu holga tushirgan sen emassan. Yusufni xudosidir. Men bu sharmandalikka loyiqman. Men Yusuf va uni ilohiga yomonlik qildim. Yusufni marhamatli va ulug' ilohi borligini bilishdan g'oyat baxtiyormiz. Kimsan? Nima kerak? Bu yerda nima qilyapsan? Bizmiz Sulayho xonim. Sizga taom olib keldik. Amonga nima qilganimni ko'rdingizmi? U shunga loyiq. Buni avvalroq qilishingiz kerak edi. Yusufni ilohini haqqini qanday to'layman? Uni roziligini qanday olaman? Undan qanday qilib kechirim so'rayman?